Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Bugun 2018-yil ise 11 ayning 3-kuni shanba. Ben 2018 ise 6 ayning 23-kundan boshlab Arabniki shanba, yakshanba kunlari Amsterdam Dam maydonida izchil yolg'iz kichik namoyish qilish orqali Xitoy tajovuzchiligini Sharq Turkistonda qilayotgan qirg'inchiliklarni rasmlar bilan ham danglik aqbat bostirmalar bilan mishaga ko'rgazmaga qizib kelayotgan. Bugundan boshlab bütün teşviqatimni yangiladim. Bütün teşviqatimni yangildim. Yangilash asosiy sabab nima bo'ldi deganda, nurg'un qarindoshlar men ayirib uchur qildi. Bizmi sizga o'xshash namoyish qilaylik deganda, lekin bizning til qisqinchiligimiz bor. Ingliz tilimiz yaxshi emas, yashatgan davlatlarning tilimiz yaxshi emas ekan. Degandan anakan bu menga bir ilhom bo'ldi-da, undan qas men teşviqatimni til o'qimaydigan bolalarni asos qilib, la ilaha bu narsada bütün teşviqatimni hech qanday til ketmaydigan, hech qanday til bilmaydigan bolalarga fakat ularning jasarati bo'lsa, fidokorlik bo'lsa, vatan millat uchun men bir kishi qilay. Azroq bo'lib qolsa-mu, vatandagi zulmni o'zim yashayotgan davlat xalqlarim o'ngiltay deganlarga o'rnak shaklda tashviqotimni qaytadan oylab chiqdim. Tuanda men tashviqotni qisqacha bir qurib tushuntirib o'taman. Mana xarita. Mana mava xarita. Bu xaritada bu yangidan sizildi xaritalar. Miyat chiqmoq xarita va birisi 1899-yilda Amerikaninki taratilgan xaritaga bunda Sharq Turkistonda aniq qism bor. Aniq qism bor. Aniq qism bor men Sharq Turkistonda ma xaritada yana Xitoyninki tajovuzchilarning sharqni besib olgandan keyin o'zgartgan yani mustamlik nom chiqib turadigan Xinjiang degan ism ikkisining ro'shan selishtirmasi. Men xalqiga bu tushuntiramizakmi? Mana miyatdan boshqa nimalar bor mana. Bizning bayrog'imiz, davlat gerbimiz, nopusimiz ham davlatimizning zemini. Bular bir yuriklashganda kelgan xalqlar hech qanday til so'zlab tushundimizakmi? Boshdan qarab o'zimizni tushunalaydi. Yani bütün bir davlatning simvolini ma'noda ko'ralaydi. Bu birinchi tashviqotim. Ikkinchi tashviqotim mana mava yani o'zimning rasmini ajib shaklda bir qarindoshimiz burada sizib chiqdi. Mishada 10 dona pichoq bor. 10 dona pichoq. Har bir pichoq hozir Sharq Turkistonda Xitoylarniki Uyg'urlar qilayotgan etnik qirg'inchilikniki simvol xarakterli pichoqlar. Masalan, birinchisi millatning sarxillarniki chiqib ketishi. Sarxil chiqishi. İkincisi, oil a'zolarimizniki Xitoyniki jazo lagerlariga ko'plab jazo lagerida agirkitishi. Üçüncüsü, bolalar bilan ota-onalarni oritishi. To'rtinchisi, Sharq Turkistondagi jazo lageriga turmalardagi qarindoshlarimiz ichki o'lkalarga yo'tkab olib kirayotganligi qatorliq 10 turlik hozirgi Sharq Turkistonning eng yangi xabarlar vositasini eng qisqa shaklda tushuntirgan narsa. Bundan boshqa ma'lumot yangidan almashtirildi bu tashviqotimiz bilan. Buni mana bu yer yozib turdi. Sharq Turkistondagi jazo lageri mana bir qarindoshlarimiz loyiha chiqib ekan, bu ishni qilib qoldik. Bu yerda o'zimniki ota-onasi urug' tuqqanlarimniki izdirgin qilgan narsa. Bundan boshqa buniki keyin tarafdami o'xshash bu bor. O'xshash. Mana. Keyin ham o'xshash. Keyin o'xshash xarita, harakatga o'xshash pichoqlar kirgan ma'nosi bor. Bundan boshqa Ilhom To'xti muallimdan bor. Chunki men o'xshash ham oldin qilishimiz qilsa, chunki Amsterdam butun dunyoda kelgan sayohatchilar Amsterdamni ko'rmay ketmaydi bu yana. Shuning oldi orqada adam kelib qolsa, men diqqatni tortolmay qolmay deb har ikki taraflarga buni tizdim, lekin sayohatchilar shunday yaxshi diqqatni tortyapti. Buniki. Endi yana Ilhom muallimniki bor. Buningga o'tgan ba'zilar yozdiq, Ilhom muallimning oldiga nurg'un chatlarga sukut tutdi. İlhom muallimga ta'ziya bildirib, yana zamonga hurmatini bildirib, xato deb hisoblanadi ta'ziyada. Ondan boshqa Ilhom muallimga gul so'qiga yana bir qancha chatlarliklar bo'lib qoldi. Ondan boshqa Olachkidan tashviqotim bor bu yerda. Olachkidan tashviqotim. Bu yerda Olachkidan tashviqot bor. Bu tashviqot yurt tashviqot deganda mana bizning vatandagi sarxillarimiz. Bularning alohida hurmatim bor. Chunki bularning yozgan nurg'un asarlari mening ruhiy dunyoimni bo'yg'atdi, Uyg'urligimni tunutdi.
Uyghur milletindeki nimelerine tutukluşta bulanın azaz zor köprüsü var. Şuna öyle manaki çetelliklerge bunlarki Mustafa sözde düşündürmeye bu narsani var mı? Bu anaki birisinin ikisini tutuklası var. Üçüncü köp adam tutuklusu çetellikten dikkat tutardı. Şu başka manakımı dikkat Bundan başka mavi mana mavi Xitoydagi jazo lagerlar mana sharqiy jazo lagerlar bizning vataniy jazo lagerlar natslarning kichkina yoshgan jazo lagerini ichki sevishtirib resim bor bu yoqda siravatimiz bor boshqasi bundan boshqa dunyoning davlat axborot vositalarida e'lon qilingan Uyg'urlar munosabatlik eng jazolar bo'lsa xabarlar bor jazolar bo'lsa xabarlar hem o'sha Sharqiy Turkistondagi hozir tepilgan jazo lagerining o'rinlari hammasi o'sha shaxslarda bor mana shu boshqa aqas qarindoshlarniki faqat jasoratinglar fidokorliginglar bo'lib qolsa til o'qisanglar men mushtash varaqlarim sizlarning til qismini hal qiladi dunyoning xohlagan yerda parlament binolarida va yoki o'zaldir davlatlarniki mushundaq cho'q hayat rayonlarida Xitoyniki sharqiy qirg'inchiligini mushkil vaziyatlarni tushuntirasiz tilimiz bo'lmasa mushkil vaziyatga resimlar tekstler hem biraz sözden bir araydı. Rahmet. Burada Çınlarga karşı Çınlar doğudan zulümden fırlatmak için var ya. Burada duruyorum zaten. Her hafta mı? Her hafta var, her zatırda solda burada her hafta. Tamam. Çünkü ben de Zaten 4 aydan fazla oldu. Belki bir röportaj yapıyoruz hafta Her cumartesi, bu hafta cumartesi burada değil. Tekrar Almanya'ya gidiyorum. Bir dakika ben bir ajans söyleyeyim. Bir daha ondan sonraki hafta burada mısınız? Bunu sen biraz saat konuşun tamam mı? Daha çünkü ona göre arayıp bildirmem lazım. Ona göre ben bir